Assalomu alaykum. Kundalik orqali aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlari haqidagi ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Studiyamizdagi mutaxassis Milliy statistika qo'mitasining bosh mutaxassisi Umidjon Sayfullayev. Xush kelibsiz. Mana ro'yxatga olish tadbirlariga tayyorgarlik jarayonlari boshlandi. Bir savol tug'iladi. Mana shu jarayonlarda kimlar ishtirok etmaydi, ya'ni kimlar ro'yxatga olinmaydi? Yaxshi savol. Shu vaqtgacha ro'yxatga olish tadbirida barcha fuqarolar qamrab olinadi. Hech kim chetda qolib ketmaydi degan kabi ma'lumotlarni berib keldik. Ammo ichiga nazar soladigan bo'lsak, bu jarayonga e'tibor beradigan bo'lsak, ro'yxatga olishda ishtirok etmaydigan, ya'ni ro'yxatga olinmaydigan ma'lum bir toifa vakillari ham bor. Ular ko'pchilik emas, sanoqli, ammo ularni ham ma'lumot o'rnida aytib ketishimiz joiz. Masalan, boshqa davlatlarning O'zbekistondagi elchixonalari vakillari, xorijiy vakolatxonalari vakillari va ularning oila a'zolari yoki o'sha ro'yxatga olish vaqtida O'zbekistonda bo'ladigan xorijiy delegatsiyalarning vakillari va ularning oila a'zolari ro'yxatga olish tadbirida ro'yxatga olinmaydi. Ro'yxatga olish tadbirlari ikki bosqichda amalga oshiriladi deb aytdik, ya'ni 15-yanvardan 31-yanvarga qadar hamda 4-fevraldan 28-fevralga qadar bo'ladi. Qaysi biri bosqich kam xarjroq hisoblanadi? 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralgacha o'tkazilayotgan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri oldingi o'tkazilgan sinov tariqasida o'tkazilgan ro'yxatga olish tadbirlaridan va xalqaro hamjamiyatda o'tkazilgan ro'yxatga olish tadbirlaridan farqli ravishda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish qilib, ya'ni qo'shilgan holatda o'tkazilmoqda va bundan tashqari ikki bosqichda ham onlayn ham offlayn tarzda o'tkazilmoqda. Albatta, bu jarayonda qaysi bosqich kam xarjroq degan savol yuzaga kelganda, bu albatta birinchi bosqichimiz, ya'ni 15-yanvardan 31-yanvargacha onlayn ro'yxatdan o'tish ham fuqarolar uchun ham tashkilotchilar uchun bir ma'qul yo'nalish hisoblanadi, chunki bu jarayonda ham mablag' nuqtai nazaridan, ham resurs va boshqa vaqt nuqtai nazaridan ham juda ham bir qulayliklar yuzaga keladi. Fuqarolarni hisobga oladigan bo'lsak, ular o'zlari istalgan joyda, dunyoning istalgan nuqtasida, o'zlari xohlagan vaqtda o'sha 17 kun davomida o'zlari 15-yanvardan 31-yanvargacha onlayn ro'yxatdan o'tishlari mumkin bo'ladi. Albatta, maxsus census.stat.uz sayti orqali onlayn o'tishlari mumkin bo'ladi. Va bu tashkilotchilar uchun ham, ya'ni davlat uchun ham, Milliy statistika qo'mitasi bo'lsin, boshqa mas'ul idoralar bo'lsin, ular uchun ham ma'lum bir qulayliklarni yuzaga keltiradi. Bundan tashqari resurs nuqtai nazaridan, ya'ni mablag' nuqtai nazaridan 2020-yildan keyin O'zbekistonda sinov tariqasida ro'yxatga olish jarayonlari o'tkazilgan. Ulardan farqli ravishda bugungi kunga kelib keyingi yilda o'tkazilgan mazkur tadbirga davlat tomonidan ajratiladigan mablag' 12 barobarga qisqartirildi. Bundan avvalgi yillarda 120 mingga yaqin xodim jalb qilinishi rejalashtirilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib 60 mingga yaqin ro'yxatga olishlar jalb qilinmoqda. Va yana bir jihati, ular alohida xodim emas, aynan mahalliy yetakchi vakillari. Bu albatta resurs nuqtai nazaridan, mablag'ni tejash nuqtai nazaridan ham katta yordam beradi. Mahalliy yetakchi a'zolariga, ya'ni ro'yxatga oluvchilarga rag'batlantirish beriladi bir martalik. Va bundan tashqari planshetlar. O'tgan yillarda o'tkazilganda bu planshet sotib olinish kerak edi. Bugungi kunga kelib mahalliy yetakligida mavjud bo'lgan planshetlar orqali ro'yxatga olinmoqda. Ularga maxsus dastur va sayt o'rnatilib, ro'yxatga olish jarayonlari tashkil etiladi. Qishloq xo'jaligini ham ro'yxatga olish tadbiri qo'shilgani nuqtai nazaridan bu jarayon albatta kam xarjroq o'tkazilmoqda. Va boyagi savolga to'xtaladigan bo'lsak, albatta birinchi bosqich kam xarjroq, ikkinchi bosqichga esa ma'lum miqdorda resurslar ko'proq sarflanadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, birinchi bosqich mana onlayn tartibda o'tkaziladi. Bugungi kunda mana shu onlayn tartibda ma'lumotlarni kiritish aholi uchun menimcha qiyinchilik tug'dirmaydi, chunki bizda ko'nikmalar hosil bo'ldi. Bugungi kunda deyarli barcha davlat xizmatlari onlayn tartibda amalga oshirilmoqda. Shu sababli ham fuqarolar qiynalmasdan mana shu bosqichda tezlik bilan ma'lumotlarni kirita oladilar. Lekin ularning o'zlari qanday fikrda? Keling bizdagi kichik lavhadan bilib olamiz. Marhamat. Respublikamizda demografik jarayonlarning holatini o'rganishda mamlakat hududida muntazam o'tkazib kelinayotgan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish ma'lumotlari jamiyat rivoji, insonlarning turmush darajalarini yaxshilashda juda muhim rol o'ynaydi. Ro'yxatga olish onlayn tarzda va an'anaviy tarzda, ya'ni uyma-uy borib ma'lumotlar olinadi. Sizga qaysi biri qulay bo'lgan bo'lardi? Menga onlayn ro'yxatga o'tish ko'proq ma'qul. Qaysi ma'noda qulay? Onlayn shunday telefondan kirib oson ro'yxatdan o'ta oladi. Onlayn ro'yxatdan o'tish qulayroq. Aholini ro'yxatga olishda offlaynga qaraganda ko'proq onlayn ro'yxatga o'tkazish qulay, chunki hamma hozir internetdan ko'proq foydalanadi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi tomonidan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish uchun respublikamiz bo'ylab keng qamrovli targ'ibot, tashviqot o'tkazilayotganligi ham o'ziga xos ahamiyatga molik islohotlardandir.
Menga asosan onlayn bo'lgani yaxshiroq, chunki vaqt tejaladi, ovoragarchilik bo'lmaydi. Talabalarni oladigan bo'lsak, tushlikgacha o'qishadi, undan keyin ko'pchilikning ishi bor. Menimcha onlayn ro'yxatdan o'tish bu afzalroq bo'lsa kerak. Chekka qishloqlarda meni nazarimda bu raqamli onlayn ro'yxatdan o'tish bo'yicha ko'nikmaga ega emas. Shahar joylarida ega bo'lishi mumkin, lekin chekka qishloqlar oilalar hali unchalik berilgan kriteriyalar bo'yicha to'liq ma'lumot bera olishmaydi. Menimcha an'anaviy tarzda bo'lgani yaxshi. Qayd etib o'tamiz, aholi va turar joy fondini ro'yxatga olishga tayyorgarlik hamda uni o'tkazishdagi xarajatlar uchun davlat byudjetidan taxminan 65 million AQSh dollar ajratilishi rejalashtirilgan bo'lib, jarayonlarda kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yig'ishning qog'oz usulidan voz kechilib, elektron tizimga o'tkazilishi natijasida davlat byudjetining qariyb 46 million AQSh dollariga yaqin mablag'i tejalishiga sabab bo'lishi bilan bir qatorda aholini ro'yxatga olishda ishtirok etishi zarur bo'lgan xodimlar sonini ham 70 ming nafargacha qisqartirish orqali xarajatlarni optimallashtirishga erishish mumkin. Bu esa juda muhim o'zgarishlardan biri hisoblanadi. Mana shu jarayonda shaxsan o'zingiz ishtirok etgan bo'larmidingiz? Albatta. Shu jarayonlarda meni taklif etsa, men ham ro'yxatdan o'tgan bo'lardim. Ishtirok etgan bo'lardim. Bitta savolimiz bor edi. Perspektivada to'g'ri qarorlar qabul qilish uchun asos bo'lgani uchun bajonida ishtirok etgan bo'lardim. Ishtirok etgan bo'lardim, chunki bu muhim tadbir hisoblanadi. Har bir davlat aholisini ro'yxatga olishi kerak deb hisoblayman. Iqtisodiyot universitetida o'qidim, nimaga bunga e'tiborsiz bo'laman? Bu biz albatta sohamizga kiradi va O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlanish uchun juda katta hissa qo'shadi. Bu jarayonlar albatta meni nazarimdan chetda qolayotgani yo'q. Albatta ishtirok etamiz. Mamlakatimizni rivoji uchun, shu aholimizni har tomonlama qamrab olish uchun bu yaxshi deb o'ylayman. Shu o'rinda aytib o'tish o'rinliki, ro'yxatga olish jarayonlarida hududlarda har bir inson, har bir xonadon vakillari tomonidan o'zlari haqida aniq ma'lumot berilsa, kelgusida yurtimizda qanday infratuzilmalar qurilishi, qayerga qancha resurs ajratilishi, bizga qanday qulayliklar yaratilishi belgilab olinishiga katta yordam bo'ladi. Shunday ekan, yurtdoshlarimizdan ushbu tadbirlarda faol ishtirok etib, olinayotgan ma'lumotlarning shaffofligini ta'minlashga o'z hissalarini qo'shishlarini so'rab qolardik. Tayyorgarlik jarayonlarida xodimlar malakasi oshirib borilmoqda, shu qatorda xalqaro tajribalar o'rganilmoqda, xorijlik mutaxassislar tomonidan bilim va ko'nikmalar berilmoqda. Shu jarayonda mana ayni tadbir boshlangandan so'ng 15-yanvardan so'ng xalqaro kuzatuv amalga oshiriladimi va ularning ishtiroki qay darajada bo'ladi? Albatta, aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri nafaqat davlatimiz uchun, balki xalqaro miqyosda ham muhim ahamiyatga ega. Bu albatta mamlakatni xalqaro indeks reytinglardagi o'rni, ishonchli ma'lumotlarni qabul qilib olish va boshqa faktorlar jihatidan muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonda tashkil etilayotgan ro'yxatga olish jarayoni xalqaro hamkor tashkilotlar bilan birgalikda, hamkorlikda tashkil etilmoqda. Misol qilib keltiradigan bo'lsak, UNEFPA, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholishunoslik jamg'armasi, FAO, oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti, AYOM, ya'ni Xalqaro migratsiya tashkiloti va boshqa bir qator nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda mazkur jarayon tashkil etilmoqda. Bu albatta jarayonlarni xalqaro standartlarga mos ravishda o'tkazish kelajakda O'zbekistonni o'sha xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yanada yaxshilashda, xalqaro miqyosda muhim va kerakli ma'lumotlarni to'g'ri shakllantirishga xizmat qiladi. Ma'lumot o'rnida aytishimiz mumkinki, bugungi kunda Milliy statistika qo'mitasida, markaziy shtabda, respublika shtabida xalqaro tashkilotlar uchun ham alohida shtab tashkil etilgan va bugungi kunda xalqaro tashkilotlarning vakillari bugungi kunda respublika shtabida faoliyat yuritishmoqda. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bu jarayonda xalqaro tashkilotlar vakillari jarayon tashkil etishdan oldin ham, tayyorgarlik jarayonlarida ham va o'sha jarayonlar boshlangandan keyin ham kuzatishadi va albatta o'zlarining yordamlarini berishadi. Bu albatta boya aytib o'tganimizdek, jarayonlarni shaffof tarzda tashkil etish, xalqaro standartlarga mos va xos tarzda o'tkazishga o'z hissasini qo'shadi. Rahmat, bizda chatbotga kelgan savollar bor. Mana shu savollarga o'tsak, bizning xonadon egasi vafot etgan, oila boshlig'i deb kimni ko'rsatamiz? Demak, ma'lumotlarni kiritishda shunday band bormi? Oila boshlig'i ko'rsatiladimi? Albatta, ro'yxatga olish savolnomasini avvalida oila boshlig'i so'raladi. Xo'p. Vafot etgan holatda oila boshlig'i kiritiladi. Son tariqasida ma'lumotlar yig'ilgandan so'ng, to'plangandan so'ng o'sha vafot etganlar umumiy songa qo'shilmaydi. Demak, bizda audio savol ham bor, qo'yib eshittirsam. Assalomu alaykum. Menda bitta savol bor edi. Ikki bosqichda ham ro'yxatga o'tilmay qolib ketsa nima bo'ladi? Albatta, shu kabi muammoli vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Ta'kidlaganimizdek, ro'yxatga olish jarayonida O'zbekistonning har bir fuqarosi qamrab olinadi, hech kim chetda qolib ketmaydi.
Endi ma'lum bir sabablar bilan onlayn bosqichda ham ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, ikkinchi bosqichda ya'ni mahalliy tilli uylarga borganda ham ularni topisha olmagan bo'lsa, istisno tariqasida ya'ni ma'lumotlarni hech qanday olish imkoni bo'lmagan taqdirda oxirgi muqobil variant sifatida mavjud idoraviy ma'lumotlar asosida shakllantiriladi. Ya'ni u ichki ishlar, FHD organlari yoki boshqa ma'lumotlar bazalari asosida ularning ma'lumotlari shakllantirilib, ro'yxatga olish ma'lumotlariga qo'shiladi. Navbatdagi savol, uyimizda elektr yoki gaz yo'qligi anketa natijasiga ta'sir qiladimi? Ro'yxatga olish tadbiri natijalari fuqarolarimizni hayotini farovonligini oshirishga bevosita o'z hissasini qo'shadi. Bu albatta o'sha ijtimoiy soha obyektlarini qurish bo'lsin. Masalan, o'sha hududlardagi fuqarolar soni aniq bo'lgandan so'ng, aholi soni aniqlangandan so'ng, ularga qanday ijtimoiy soha obyektlarini qurish kerak? Bog'cha, maktab, shifoxona yoki boshqa turdagi ijtimoiy soha obyektlari. Bundan tashqari gaz, elektr, avtomobil yo'llari, kanalizatsiya yoki boshqa turdagi zarur sharoitlarni yaratishga ro'yxatga olish asosida yig'ilgan, to'plangan ma'lumotlar albatta bevosita o'z hissasini qo'shadi. Shaxsiy bog'im bor, lekin hech narsa yetishtirmayman, uni ham ro'yxatga kiritishim shartmi? Albatta bu jarayonda qishloq xo'jaligiga oid ma'lumotlar ro'yxatga olish savolnomasining 5-shaklida kiritiladi. Mazkur fuqaromizdan kelgan savolga to'xtaladigan bo'lsak, bu kabi turdagi yerlar, masalan, ekin ekilmaydigan bo'lsa, qishloq xo'jaligi maydoni kiritiladi va ekin ekilmaydigan turi belgilanib kiritiladi. Mazkur 5-shaklda o'sha respondent tomonidan qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan yer sifatida ko'rsatiladi. Ro'yxatdan o'tganimni qanday tasdiqlab olaman? Oxirida tasdiq xabari keladimi? Albatta, yaxshi savol. Bu jarayonda bir yangilikni ham aytib o'tishim kerak. Fuqarolar ro'yxatdan o'tganlaridan so'ng ularga bir rag'bat tarzida deymizmi yoki ularni tasdiq tarzida deymizmi, ro'yxatga olish savolnomasini muvaffaqiyatli yakunlaganlaridan so'ng ularga ro'yxatga olish savolnomasini muvaffaqiyatli to'ldirganligini tasdiqlaydigan maxsus QR kod tushirilgan, maxsus dizayn bilan tayyorlangan sertifikat, onlayn sertifikat taqdim etiladi. Bu sertifikatni fuqarolar o'zlari ijtimoiy tarmoqlarda bo'lishlari, boshqa fuqarolarga ham yetib borishiga xizmat qilishlari mumkin va hozirda bir narsani qo'shimcha qilishim mumkin. Onlayn ro'yxatdan o'tgan fuqarolar sertifikat olishlaridan tashqari jarayonda maxsus qimmatbaho sovg'alar bilan ham taqdirlanishadi. Ya'ni onlayn ro'yxatdan o'tgan fuqarolar ichida random, ya'ni tasodifiy tarzda tanlanadi fuqarolar va o'sha tanlangan omadli fuqarolarimiz tashkilotchilar tomonidan Milliy statistika qo'mitasi, hamkor tashkilotlar, umuman mazkur tadbirga mas'ul bo'lgan barcha tashkilotlar, umuman olgan davlatimiz tomonidan maxsus qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanishadi. Bu albatta onlayn ro'yxatdan o'tish salmog'ini ko'paytirish, ko'proq fuqarolarga yetib borishni, aholini xabardorligini oshirishga xizmat qilish uchun yo'lga qo'yilgan va albatta ajab emas, kimdir qaysidir fuqaromiz omadi kulib o'sha ro'yxatga olish jarayonida faol ishtirok etgan bo'lsa, maxsus qimmatbaho sovg'aga ega chiqishlari mumkin bo'ladi. Rahmat, bu fuqarolar uchun onlayn tartibda ro'yxatdan o'tishlari uchun juda ham bir yaxshi motivatsiya bo'ldi. Aslida har bir fuqarolik burchini anglagan yurtdoshlarimiz mana shu jarayonlarda birinchilardan bo'lib faol qatnashadi, atrofidagilarni ham bunga jalb qiladi, umuman olganda boshqalarga ham yordam ko'rsatadi. Sizga savollarga bergan javoblaringiz uchun rahmat aytamiz va qadrli teletomoshabinlar, agar sizda ham savollar bo'lsa, ekraningizda aks etgan botga savollaringizni yuborishingiz mumkin. Biz kelgusi dasturlarda albatta mana shu savollarning javoblarini mutaxassislardan olib beramiz. Ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishda faol ishtirok eting. Census.stat.uz platformasidan ro'yxatdan o'ting. Har bir ma'lumot, har bir qarich yer, har bir fuqaro mamlakat taraqqiyoti uchun juda muhim.